Assalomu alaykum xonimlar, qanday ahvollaringiz? Yaxshimi? Bugungi darsimiz bo'lsa, shirinlik tatliq yong'ini tayyorlash o'rganamiz. Oldi bilan kerakli materiallar bilan tanishib o'taylik xonimlar. Oldi bilan ikkita tatliq yong'in ketadi va tatliq yong'ini bo'lsa, pakiz axlab tayyorlab olasizlar. Ondan 200 gram shakar ketadi. Asosiy ketadigan material shu xonimlar. Oldi bilan biz tatliq yong'inlarni mana bir xil shaklda to'g'rab tayyorlab olamiz. Jalpaqlab, dumiltib to'g'rasanlar bo'ldi. To'g'rab tayyorlab olganimda bir qozimizga mana shu to'g'rab olgan tatliq yong'ni chilashqadek may qo'yib qizitib olamiz. Miyimiz yaxshi qizg'andan keyin amdi tatliq yong'larni sepib turib qizartib olamiz xonimlar. Bu vaqtda tatliq yong'ga bir xil tatliq miqdor chiqishqa jo'rlab ketishi mumkin. Bu vaqtda aralashtirib turib qizartamiz xonimlar. Bending over backwards just to try to see it clearer. My breath fogged up the glass, and so I drew a new face and laughed. I guess what I'm saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanity and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. I won't hesitate. No. Taki tatliq yong'larni qizaraq rang kirgan, oltin rang kirguncha qizartamiz xonimlar. Bu vaqtda o'tanglar normal qilib tanishlarni mana shu xil rang kirguncha qizartamiz. Normal qilib tanishlarlar kichik bo'lib ketsa, qordab ketib qoldilar tatliq yong'lar. Yaxshi qizarib tayyorlab bo'lgandan keyin amdi tatliq yong'ni yaxshi qizirib, mushkul rangga kirib bo'lgandan oltin rang kirib bo'lgandan keyin suzib olamiz. Choylar bilan pakiz ashmini saqit etib suzsizlar. Pakiz suzib bo'lgandan keyin I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. Pakiz bo'lganga qizanqi moy to'kaymiz. Qaranglar, mana qizg'ish shuncha chiroyliq qizarib pishib chiqdi xonimlar. Qizanqi moyni to'kayotgandek andi yarim cho'mich moy qo'yib qizitib, tayyorlab olgan shakarni silib, buni eritamiz. Cho'qim eritgan vaqtinglarda o'tanglar tuvan bo'lsin. Bo'lmasa shakar kuyib ketib qoldi, kuchli ko'tta xonimlar. Shakarimiz yaxshi erib, qizg'ish qiyam holatga kelgan vaqtda qaranglar, mush holatga kelgan vaqtda biz tayyorlab olgan mayda o'tkazib olgan tatliq yong'ni silib, qiyam bilan tatliq yong'ni yaxshi bir-ikkicha aralashtiramiz buni. Bek qattiq qo'rishni hojati yo'q, ikkala aralashtirib olsanlar bo'ldi, mush bir-ikkicha. Qiyam bilan tatliq yong'ni birikib bo'lgandan keyin andin suzgan vaqtinglarda cho'qim qiyam bilan yaxshi saqit etib suzinglar, ya'ni cho'ylar bilan suzinglar. Chunki qiyam sovuq havan kelgandan keyin qadida emasmi? Ipog'icha ketib qoldi bo'lsa tatliq yong yo'ringlar. Tatliq yong'ni andin biz suzib bo'lgandan keyin qozonda oz miqdorda, ya'ni qiyam qiluvda, mana bu shaklda qiyam qiluvda qolgandan keyin biz bu qiyam bilan qiziq holatda to'r yasaymiz. Cho'qim qiyamlar qiziq bo'lsin, bo'lmasa to'r to'qgan vaqtinglarda qetib qoluvdi qiyamcha havo bilan uchrashgandan keyin bu shaklda mana jipsamon holatda bu shaklda to'qiysizlar. Askarchi cho'qim qiyamlar qiziq bo'lsin, qanday bo'lmasa to'r to'qgan olmaydi. I've been spinning way too long, checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. My breath fogged up the glass. Mana xonimlar, shirinlik tatliq yong'imiz tamom bo'ldi. Qaranglar, mana shunchaki chiroyli ko'rkam bo'lgan, yeshlik bo'lgan. Biz hammalarni oilada bir sinab, ta'mlarini tetkiqishni umid qilaman. Bu qo'rimini, ya'ni bu odatdagi shirinlik tatliq yong'ini kichik bolalarga kerak, yoqtirib yeydigan. Bu samolat ta'mlarini tetkiqlar xonimlar. Shu bilan bugungi dars